Xiaomi Rustam Sho'rboni shunday orqasiga o'tganda mana shunaqangi Novostroykani birinchi qavatda 90 kvadratlik 4 xonalik bezbulg'oy xonamiz srochniy sotuvga chiqdi. Hozir ichkaridan ham obzor qilamiz. Eshikdan shunday kirganimizda ham mana shunaqangi kattagina hol gap bo'lishi mumkin emas. Devorlari hatto boy odamlar kabi nafas olishadi. Atachen to'qigan. Mana shu tashqari eshikdan kiraverishda o'ng qo'limizda yevro montaj qilingan gap bo'lishi mumkin emas. 4 xonalik polnotsenniy sanuzeli razdelli bo'ladi. Birinchi mana shu zaldan boshlaymiz operatsiya. Kattagina mana shu zal har bitta xonasiga trezasi bor, remontiga gap bo'lishi mumkin emas. Nimani ko'ryapsizlar? Hamma narsa mana shu uyda qoladi. Mana bu esa ikkinchi xonasi. Kattalar uchun yotoqxona. Eng qizig'i mana shu menga xonani yoqqan tarafi. Kattalar uchun yotoqxona o'zini sanuzeli bo'ladi, gap bo'lishi mumkin emas, hech kimga mushay bermaydi. Bu ikkinchi xonasi. Mana bu esa sanuzeli bo'ladi, alohida unitazi, bu alohida dushovoy kabina bo'ladi. Eng qizig'i mana bu detskiy xonamiz bo'ladi. Bolalarimiz yaxshi ko'radigan detskiy xona, o'zining garderob shkafi bor. Bu xonasiga ham terazasi bor. Planirovka va bomba. Mana bu esa yana bitta detskiy xona bo'ladi. Har bitta xonani rangini, dizaynini va o'zgacha tanlashgan zo'r. Ayollarimiz yomon ko'radigan kuxunni mana shu o'tirib yeydigan joyi, dekoratsiyani va taqshatini qo'ygan, rakveni, gaz plita, strani mashina, do'konli katyol va mana bu xolodilnik sharoit zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Zapasda nomer qoldiramiz, srochniy aloqaga chiqinglar. Kvadrati 90 kvadrat, narxi esa 105 ming, yana ozgina savdosi ham bor.